Yuribsanda mehnat qilib, yurtdan olis makonlarda, har kun halol rizqin terib, ishlayapsan sovuqlarda. Goh mag'lubsan, goh g'olib, hatto ba'zan bekor qolib, sog'inchingni kuyga solib, yashayapsan musofirda. Uyi bitguncha kelmas, kami to'lguncha kelmas, gohi ishdan ko'ngli to'lmas, musofirni kuni kunmas. Ota-ona farzandlarini, vafodori sevgan yorini, yaqin bo'lgan jigarlarini yillar osha bir bora ko'rmas. Musofirni kuni kun emas. Jigarlari to'ylar qilganda, futbol, kurash, uloq berganda, bayram qilar shu kun shu onda, o'zga yurtda bo'lsa hamda, unutadi g'amni shu kunda. Musofirni taqdiri shu ekanda, musofirni kuni kun emas.